Qizni tarbiyalashdagi 3 xato. Ona o'zini tez-tez qadrsizlantirganda, qiz bola o'ziga onasi orqali qarashni o'rganadi. Agar ona doim o'zini tanqid qilsa, o'zidan norozi bo'lsa, qizi ham asta-sekin o'ziga shunday qaray boshlaydi. Agar ona o'ziga mehr bilan munosabatda bo'lishni o'rgansa, darrov mukammal bo'lish shart emas, o'rganish mumkin va buni qiziga ko'rsatsa, hatto ilgari bunday qilmagan bo'lsa ham, qiz shuni o'zlashtiradi. Men bilan ham mehr bilan munosabatda bo'lish mumkin. Ota qizning tashqi ko'rinishini tanqid qilganda, qiz bola erkaklar ayolga qanday munosabatda bo'lishini birinchi bo'lib otasi orqali tushunadi. Otasi aytgan so'zlar va ohang uning kelajakdagi normal munosabat mezoniga aylanadi. Shuning uchun qiz otasining uni qanday bo'lsa shunday qabul qilishini his qilishi juda muhim. Buni ham asta-sekin o'zgartirish mumkin. Eng muhimi istak va harakat bo'lishi. Hech qachon kech emas. Muhimi boshlash. Qizdan faqat qulaylik va itoatkorlik kutish. Qiz bola faqat yaxshi qiz bo'lib o'sishi emas, balki o'zi bo'lishga jur'atli bo'lib ulg'ayishi muhim. Uning o'z fikriga ega bo'lishga, yo'q deyishga, tanlashga haqqi bo'lsa, ichida tayanch paydo bo'ladi. Men o'zim bo'lishga haqliman. Bir kun kelib u ulg'ayadi va uyda ko'rgan munosabatni normal deb qabul qiladi.